Bir vaqt o'zida Premier Avtocity'dan 4 ta Bespробeg mashina chiqib ketyapti. Toshkent viloyatiga. Akajon, aksiyadan oldingiz, to'g'rimi? Yolg'on yo'qmi reklamalarimizni? 8,5% da oldingizmi, birlamchi oldingizmi? 8,5. 8,5 da oldingiz. Nima deysiz ko'rib turgan yurtdoshlarga? Ishonmaganingizdan Aha. kelar mana ishonch hosil qildik. Bespробeg pachka. Joni sog' bo'lsin, yaxshi kunlarga mana. Xo'p, ikkinchi akamiz Toshkent viloyatiga. Aka ismingiz nima? Yusufjon. Yusufjon aka, to'g'rimi? Reklamadan ko'rib keldingiz. Yolg'on bo'lmadimi? Yo'q. Hammasi cho'tkimi? 8,5% mi, birlamchimi? Birlamchida oldingiz. Joni sog' bo'lsin, yaxshi kunlarga mana. Ikkinchi mashinangiz otajon kamida Malibu 2 bo'lsa. Xo'p, uchinchi mashinamizni opamlar olyapti. Toshkent shaharga olib chiqib ketyapsiz, to'g'rimi? Qayerdan ko'rib keldingiz? Instagramdan ko'rib keldik. Shu Instagramdan ko'rganingizdek to'g'ri chiqdimi yoki kelganda o'zgardimi, opajon? Yaxshi, hammasi, hamma narsa bo'ldimi? Bespробeg pachka kubul olib chiqib ketyapsiz, xudo xolasa, to'g'rimi? Joningiz sog' bo'lsin, yaxshi kunlarga mana. Xo'p, bu yoqda ham mashinalarimiz bor, hurmatli yurtdoshlar. 240 nomerda. Kim sizmi aka? Joningiz sog' bo'lsin. Qayerdan keldingiz aka? Angrendan, to'g'rimi? Shu videoda ko'rgandek to'g'ri chiqdimi? Hammasi zo'rmi aka? Ma'qulmi? Bizdan rozimisiz? Joningiz sog' bo'lsin, yaxshi kunlarga mana. Hurmatli aka-uka opa-singillarimiz, bir vaqt o'zidan Premier Avtocity'dan 4 ta mashina chiqib ketyapti. Bundan keyin ham mashinalarimiz davomiy ravishda qo'yib boramiz. Like bosib, ishonmaganlarga 8% avtokredit, 8,5% avtokredit bizga qiziqib yurgan aka-ukalarimizga mana shu videoni jo'natib qo'yinglar, sog' bo'linglar.